Sovuqqa qarshi jang boshlandi. Do'stlar, sovuq kunlar kelyapti. Agar siz hozir ulgib qolmasangiz, ertaga farzandingiz kasal bo'lsa, bundan battarga uchrash ehtimolimiz bor. Do'stlar, sizlar uchun do'stlar, ko'ryapsizlar, askarlardek terib berganmiz. Ya'ni biz hozir jangga tayyormiz, shitir shaymiz. Faqat siz shaymisiz yo'qmi? Buni kommentariyaga yozib qol. Do'stlar, videoga like qo'yib, qo'llab-quvvatlaylik. Sizlar uchun do'stlar, Buvayda Kotyolni ichki tomonidan bir ko'rsatib berishga haqli do'stlar. Biz bugun Buvayda tumanidamiz. Ya'ni hozirgi paytda trendda bo'layotgan, ya'ni dangasa kotyollar. Mana bunkerni alohida qilib berganmiz. Bitta ichiga zagruska qilib qo'yib, to'ldirib qo'yib. 4 kun uxlamaysiz do'stlar. Uxlamaysiz pan. Dam olgani ketaverasiz do'stlar. Kotyol o'zi ishlab, o'zi isitib, o'zi nima qilib beradi. Endi do'stlar, har bitta Buvayda Titan kotyol maxsus orqa tomonni ko'rsating bitta. Shu yerda bir 30 ta xitoy odam ishlayapti. 30 ta xitoy odam ishlab turib, har bitta kotyolni alohida odam, bunkerini alohida odam qiladi. Mana mo'risini alohida odam, ichkarisini alohida, qoppog'ini alohida. Ya'ni bitta odam yig'maydi. Do'stlar, konveyer sifatida qo'yilgan, ketma-ketlikka qo'yib keting. Hozirgi mana ko'rayotgan jarayonlaring, ya'ni Buvayda Titan kotyolni upakovka qilish jarayoni. Har bitta Titan kotyol do'stlar turli yangi listlardan qoplangan. Uni maxsus ichiga do'stlar, ya'ni yorilib ketmasligi uchun zaklovkalar qo'yilgan va utepleniya qilib, har bitta kotyolga shunday ham do'stlar ko'ryapsizlar, ikkili listda utepleniya qilib o'rab chiqishadi har bittasini. Bu nimaga o'rash kerak, nima foydasi bor degan bo'lsalaring, ya'ni uyingizni issiq qilib ushlab berib turish uchun. Operator bunaqasiga o'ting, ya'ni kotyol tayyorini ko'rsataylik. Ya'ni mana tayyor holatda do'stlar, kotyolimiz upakovka qilingan. Sovuqni o'tkazmaydi, issiqni maksimal darajada o'zida ushlab qoladi. Plus bundan tashqari do'stlar, ya'ni qanday qilib avvalgi kotyollarda 3-seksiyasida do'stlar menga trubalar qo'yilardi. Ya'ni havo kirib, trubalar orqasidan chiqib ketardi. Hozir bu narsa do'stlar olib tashlab, ya'ni konveyerning listovoy gib qilingan. Listovoy gib degani havo bir tomondan kirib, kitob fakilda tepaga pastga aylanib chiqib ketadi. Endi hammaga qiziq bo'layotgan narxlarni hozir aytib beraman do'stlar. Videomiz foydali bo'layotgan bo'lsa, like qo'yib, qo'llab-quvvatlaymiz. Aqlli kotyollar Buvaydani qanday ishlatadi Buvayda Titanni? Buni ishlash prinsipi juda ham oson. Qoppog'ini ochasizlar, qoppog'i ham ko'rasizlar, germetичный, daraxtlamaydi. Ichini ko'mir kukuni bilan to'ldirib qo'yasizlar. Ko'mir kukuni eng kattasi imkon boricha, mana shu yong'oqdan kattaroq bo'lsa ham bo'laveradi, lekin yong'oqdek bo'lsa zo'r yonadi. Ko'mirda eng mayda kukuni, turpog'i, uni deysizlar, sizlar nima deysizlar, shuni ham bo'laveradi do'stlar. Ya'ni xokasi deydi bizlar. Xokasi bilan to'ldirib bergandan keyin maxsus ikkinchi seksiya bor. Ikkinchi seksiya orqali mana bu yerda ko'ryapsizlar, garelkasi bor. Garelkasiga operator doldiramen, adashib ketdim. Mana shu yerda ko'rsating mana. Operator bolalar yaxshi yo'lga qilyaptimi yo'qmi, kommentariy olib qo'yinglar. Mana shu yerga o'tni yoqasizlar. Bitta guychopda o'tni yoqasiz bo'ldi. Shu bilan bahorgacha o'zi yonaveradi. Yonib bo'lgandan keyin bo'ldi. Olov yonib, kitob shaklida tepasiga pastga qilib chiqib ketadi. Pastdagi nimamiz seksiyamiz. Buni bir hafta 10 kunda, endi ko'mirga qarab turib bo'lsa, angren ko'miri bo'lsa 3 kunda bir tozalash kerak bo'ladi. Atak buni Qozog'iston yoki Qirg'iziston suluxda ko'mirlari bo'lsa, bat o'z do'stlar bir haftada 10 kunda tozalasangiz ham yetadi. Tozalaysizlar, bekitasizlar uchovini. Bo'ldi. Endi ikkinchi etap qilinadigan ishi, bu yerda miyasi bor, maxsus miya sxemasi, temperaturani uyini qo'yib qo'yasiz, buni yoqib qo'yasiz. Bu yerda shinekni ko'miringizga qarab turib moslab qo'yasiz. Buni Buvayda Titan kotyol mutaxassislar buni darsligi bor, qanday qilib yoqishni. O'rnatib qo'yasiz, bo'ldi. Endi uyingiz voy qanday istaman, uyim issiq bo'ladimi, bolalar kasal bo'lib qolmaydimi degan narsa haqida o'ylamaysiz. Voy, haliga aytishayotganda, mashina ichida antibiotik, bir bolosal, masal, kasal, pasal hamma dorilar shuning ichida bor do'stlar. Uy issiq bo'lgandan keyin bola ham kasal bo'lmaydi. Endi nech puldan bo'lyapti Buvayda Titan kotyollar do'stlar? Buvayda Titan kotyollari har xil variantlari bor. Eng kichkinasi hozirgi paytda bu 100 kilovat deymiz. 100 kilovatlik batta yo'q ekan. $1000 boshlanadi. 1000, 1200, 1300. Endi kilovatini qanday farqi bor, nima deydigan bo'lsam, suv sig'imida va garelkasida farq qiladi. Garelkasi Buvayda Titanni misol uchun kattalardagi kattaroq bo'ladi, kichikroqdagi bo'ladi. Voy. Mana garelkalar
hozir operator ko'rsating. Mana garelkamiz do'stlar, xudo xolasa maxsus aynan shunaqa kotellarga moslangan garelkalarni olib kelyapmiz. Bu Xitoydan keladi. To'g'risini aytib beraman, mana shu joy Xitoy bo'lyapti. Endi necha kilovatli qo'yish kerak do'stlar? Ha, yana bitta narsani aytib qo'yay. Bu tomonga o'ting operator. Bu vazi titan kotel ustalari shunaqa ko'p ishlashgani uchun oddiygina mana shu yarim metrli shlankani qo'shish evaziga do'stlar ekonomiya qilishdi 20% dan 30% gacha ko'tarishgan. Bu nima daxli bor bu shu? Oddiy shlanka bu nimadan kelib chiqadi? Tajribadan. Qilaverganingizga u yerda 2-3 ta katellar bormi? Ko'rsatalayman. Qaytib kelgan katellar bor. Sababini ko'rsatishga, nima uchun qaytib keldi? Nima uchun nima bo'ldi? Mana do'stlar, tayyorlari. Ha, motor ko'rsatdik motorni. Mana do'stlar, bu 200 kilovatligi. Endi narxlar aytgandagi $1000 dan boshlab 1200, 1300, 1500, hattoki 3000, 4000 dollarga ham qilib berishyapti katta ish qilib chiqarish korxonalarga. Eng asosiysi tezda va sifatli bo'ladi. Konveyer hisobiga bu yerda bir kishi bas 20 tadan 30 tagacha ish odam ishlaydi. Liniyani hisobiga tezda tayyor bo'ladi. Ha, yana uyimga qaysi kilovatligini olgan yaxshi? Juda ko'p odam 100 kilovatligini olsam bo'ladimi? Yo'q. Agar siz 100 kilovatligini olaman desam, Buvayda Titan kotellar 100 kilovatligini sotishmaydi sizga. Sabab Buvayda Titan kotel mutaxassislari siz pastdagi nomerga telefon qilib aloqa qilsangiz, sizni har bitta kotelingizga talabingizni ko'rib chiqadi. Sizga necha kilovatlik kerak? Ya'ni menga 100 kilovatlik kerak desiz ham sizga 100 kilovatlik berishmaydi. Avval sizni mutaxassislar o'rganib chiqadi. Sizni uyingizga 100 kilovatlik talabga mos beradimi? Sizni uyingizni istaladimi? Sizga foyda keltiradimi? Yo'q, u bu deydigan bo'lsa, sizga $1000 ga 100 kilovatlik sotgandan ko'ra $200 qimmatiga 1200 ga sotgan yaxshiroq bo'ladi. Sabab endi effekt bermagandan keyin sizga ham nima kerak bu kotel olish, to'g'rimi? $200 ga deganingizga arzimaydi. Shuning uchun ham mutaxassislar uyingizni tekshirib, sinab ko'rib, ana undan keyin sizga kotelni beradi. Har bitta kotellar do'stlar mana bu yerda tekshiriladi, mana suvda tekshirish jarayonida do'stlar kompressorda tekshirilib, keyin tayyor bo'ladi. Bu yerda mana do'stlar aytgandek konveyer sistemasi do'stlar olib sotishga olaman deydigan bo'lsang bor. Voy, dangir-dungir hammasi chetda. Bak keling operator. Mana do'stlar, ya'ni har bitta kotel maxsus mehr-muhabbat qo'shilib qilinadi. Ya'ni nimada kesiladi, lazerda kesib turib, yonaki olov metamda aynalayverib chiqib ketadi. Ko'rasizlarmi? Ya'ni shunchaki chiqib ketmaydi. Va shuni hisobiga do'stlar, voy, dangir-dungirni qochdik. Shuni hisobiga do'stlar tez va sifatli tayyorlash imkoniyati bo'ladi. Listlarimiz do'stlar to'rlidan qilinadi. Voy, haqiqatan do'stlar, mana shu joyga video qilyapsizlar uchun. Like qo'yib, qo'llab-quvvatlab. Jicha mehnatimiz nima deydi? Blogerning mehnatini nimasi bu sizning laykingiz. Qilib do'stlar boshim og'rib qoldi. Aloqaga chiqasizlar, cho'tki qilib tayyorlab berishadi. Yangi Rossiyadan kelayotgan listlardan qilishadi, ko'rlar mana. To'rli listdan do'stlar. To'rli list. Jild yangi, bironta eski aralashmaydi. Maxsus bodor degan lazerlarda qilinadi do'stlar. Bu ham ikkinchisi. Mana konveyerda ba'zan kesib yig'ib ketiladi, bir qismi qolgan qismi u tomonlarda yig'iladi. Bu yerda mana hozir 1, 2, 3 ta 4 ta svarchi ishlayotgan bo'lsa, nari tomonda 8 ta ishlayapti. Like qo'yib qo'llab-quvvatlasizlar degan umiddamiz do'stlar. Buvayda Titan kotellari har bittasi aytgandek sifatdan tekshiradi, garantiya qog'ozi emas bo'ladi do'stlar. Mana shunaqa paketda garantiya qog'ozini o'z berishadi. Buning ichida sizga mana qanday qilib ishlash tartibi, ya'ni yopiq rejimda, ochiq rejimda do'stlar. Ya'ni qaysi ma'noda, ya'ni motorli ishlayotgan rejimda, endi samoxodka bilan qiladigan bo'lsa, radiatorlar qanaqa joylashish kerak, qanaqa ukvon bo'lishi kerak ko'rsatib turgan, qo'llanmada ulanish sistemasi ochiq va yopiq, 2 suv bosim 2 barda, plus sizga ustidan esa qo'l qo'ydirib, sizga mana shu qog'ozni berishadi do'stlar. Va bundan keyin o'sha aytilgandagi garantiya sifatida biror narsa bo'lib qolsa, biror narsa yonib ketsa, teshilib qolsa, suv chiqib qoladigan bo'lsa, kerak bo'lsa bu yerdan olib yangi kotel qo'yib berishadi do'stlar. Avvalo bu narsani to'g'ri ishlatishni o'rgandim. Ko'rgan bo'lsangiz videoda aytdim. Har bitta kotelda bular ya'ni suvda tekshirishadi, havoda tekshirishadi, davleniyada tekshirishadi. Ana undan keyin klient qo'liga yetib boradi. Agar davleniyada sinovdan chiqmasa, bu vaziyatdan kotellar sotmaydi.
Mana shuning uchun ham like qo'yib, qo'llab-quvvatlash esingizdan chiqmasin.